Батырлық темасыға, қahramonlik темасыға munosabatlik bir ish kelyapti. Payg'ambar alayhisolatu vasallam intayin batur dedik dersimizning boshida. Qo'rqmas dedik. Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida Rasululloh Makkadan Madinaga yushurinchi chiqib ketdi. Ali radıyallahu anhu'ni o'zining o'rnida o'ttag'uz yatquzdi, ya'ni yo'gab yatquzdi. Bu mavqesi bizga nimani tushuntirib beradi degan vaqtimizda ko'pincha kishilar baturlik, qo'rqmaslik fikriga kelgan vaqtda sababni tashlab qo'yish, ishlarga qaramlarcha muomala qilishni baturlik deb tushunib oladi. Rasulullah'ninki bu ish harakati intayin batur, qo'rqmas, qahramon turib, nurg'un sabablarni qilib, o'zining o'rnida Ali radhiyallohu anhuni yotqizib qo'yib, ta'tir yo'nalishga mangib, masalan, asli Makkadan Madina tarafga qarab mangmay, aksi yo'nalishga qarab mangib, boshqalarni ozdirish uchun qilayotganning hammasi sabab nuqtasini bizga izohlamoqchi. Dunyo bir qonuniyatlik dunyo. Alloh bu dunyoda bir sabab qonuniyat yaratgan. Mu'min dal mushu sabab qonuniyatiga bo'ysunadi. Mu'minning bandichilik ifodasi ham mushu qonuniyatlarni o'zining hayotida amillashtirish, shuningga mos shaklda natijalarni qo'lga keltirishni ifodalanadi. Ya'ni mu'min bu qonunlarga qanday bo'ysunadi? Ijobiy shaklda foydalanadi bundan. İcabi şekilde. Yani bir yerde iki iş oldu. Birisi baturluk, korkmaslık bir ahlaki mevkani ifadesi, ikincisi real mevkanın ifadesi. Dünya kanuniyeti real mevka. Bizdeki ahlaki o baturane haletler, reallık birisi yuğurulgan vaxtıda, an mümin kalbi kılıdı, Allah'ın yardımı ki erişiyordu. Allah'ın yardımı görüşüdü. Şu vaqtda o'zining nishoniga qana qilalaydi yetadi. Yani bu yerdagi inchki nuqtani menimcha tushundingmi? Inchki nuqta nima desa, sen qahramon bo'l, batur ol, qo'rqmas ol, ammo qaram, qarg'ulachi ish qildigan bo'lma, sabablarini joyida qil. Xuddi butun ish mushu sababga qarashlik tek. Allohga tavakkul qilib qo'rqmas ol. Xuddi oldingda hech bir to'salg'a yo'q tikidek. Yani bütün iş sebepke bağlandığandaki sebebini tutumuz, bütün işler Allah'ın iradesi bulduğun hissiyatla Allah'a tevekkül edip korkmasınız. Bu ikisi yoğrulgan vaxtda ortadan ne çıkıdı? İcabi netice çıkıdı. Allah irade kılgan bir netice ortaya çıkıdı. Bu meseleni misal arkalık düşündürsek, iki tarafında hang vadinin otturdaki bir yol okşaydı bu yol. On tarafımızdaki hang çukur yani. Bütünlay sebep çuquri. Sol tarafımızdaki çoqu, hang, bütünlay tayiniveliş, qarğulaçı tevekkül qilish çuquri. İnsan, eğer bütünlay sebep kılam eslip, dünya sebep bilan buludu, hiç bir narsaning tashqi kuchi yo'q. İnsan maddi sebeplanlam qilsa, qalbi qiladi. Degandek bir maddi ruhqa İgop qalan vaqtda bu şirk oludu, g'ariblardagidek tafakkur oludu, bunun orqali jinoyatga tushgan bo'ladi, shirkka tushgan bo'ladi. Agar hamda yana bir qism uni tal aksida butunlay moddiy sabablarning hammaga sal qarab uni qo'yib qo'yib, qarg'ulacha, ya'ni Alloh dinning ko'rsatmasi o tabiiy emas, tabiiy dinning ko'rsatmasiga xilof shaklda Alloh qilam tavakkul qilib Allah bizga yordam beradi degan bir nuqul ideya bilan, ina qolmagan mujmal ideya bilan sababning hammani tashlab qo'ygan vaqtda bu cho'quga, bu hangga tushdi. Ikkilisi hang. To'g'ri yo'l nima desa, ani tutish va ma'nini tutish. Bütün sabablarning hammani qilsa, undan keyin Allohga bu haqda tavakkul qilsa, qo'rqmasdan yo'lga tushsa. Mana bu din bizni talab qilgan bir mavqa, ya'ni pozitsiya, ko'z qarash.